Mana navbatdagi bemorimiz yuqori vazn bilan 106 kg bilan eng asosiysi bemorimizni amaliyotdan keyingi gigant ventral tushirib bor edi. Bundan tashqari qandli diabet bor edi. Bemorimizni mana 2 oy oldin operatsiya qilganmiz, gastroshuntlash hamda laparoskopik usulda, ya'ni kesmalarsiz churrani bartaraf qilish amaliyotini bajarganmiz. 2 oy davomida bemorimiz 20 kg vazn tashlaganlar. Holatlar haqida mana hozir o'zlaridan eshitishimiz mumkin. Davleniyamni oshishi kamaydi, taxikardiya bo'lishim nisbatan kamaydi, grijamni og'ruvlaridan butkul qutuldim. O'sha o'rni ham, boshqasi ham yo'q, sezmayman. Bir xil grijam yo'q taraf qandoq bo'lsa, grijam bor tarafi ham bir xil holatda bo'lib turibdi. Chevarday qilib tikkansizda, chiroyli qilib. Hammasi o'z o'rnida tekis devor bo'lib turibdi joy-joyida. Sahrim juda yuqori edi, 13 chiqqan edi. Mana hozirgi kunda 6, yaxshi his qilaman o'zimni. Qaror qabul qilganingizcha 2 yilcha kuzatgansiz Instagramni. Shunaqa 2 yil kuzatib, 2 yildan keyin keldim mana. Demak, bemorlarga kuzatib o'tirmaylar. Yo'q, bekorga vaqtni, bekorga behudaga sarf qilar ekanmiz, isrof qilar ekanmiz.